Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bolsun. 2023 yılı 11 ayının 3. günü dünyada nüfusu bolğan yeni alim haftalik jurnali maqala e'lon qilib, Sharqiy Turkistonning Turpan rayonidan topilgan bir bosh so'nggi tadqiq qilish natijasi 2700 yil burun yashagan bir odamning miya operatsiyasi qilinganligini va bu kishining operatsiyadan keyin az deganda 2 oy yashaganligini xabar qilgan. Texas fizikilik va mexanika universitetining olimlari Sharqiy Turkistonning Turpan rayonidagi dunyoga mashhur Yalqay qabristonligidan chiqqan bir bosh so'nggi tadqiq qilgan bo'lib, 2700 yillar burun yashagan er kishining miyasiga qon tushganligini va yerlik tiyuplarning bosh so'ngiga tegishib miya operatsiyasi qilganligini aniqlab chiqqan. Bu tadqiqotga asoslanganda bu er kishining yashi 30-35 yoshlar atrofida bo'lib, tasoddifiy vaqada bosh qismi yorilib miyasiga qon tushgan. Amerikalik olimlar shaman doktorlar deb atagan Uyg'ur tiyuplar miya operatsiyasi orqali yaralangan kishini qutqizgan. Davolangan kishi operatsiyadan keyin 2 oy atrofida yashagan. Turpandagi Subeshi madaniyatiga taba Yalqay qabristonligi 1970 yilda payqalgandan beri dunyoning kuchli diqqatini tortib kelgan bo'lib, 2003 yildan keyin 500 dan ortiq qabr qazilgan. Jahonga mashhur bo'lgan 3000 yillik dunyodagi eng qadimiy ishton va eng qadimiy xorum to'plar, eng qadimki non va tugurlar mana mush qabristonlikdan qazilganlar. Ko'pchilik g'arb olimlari bu qabristonlikdan chiqqan asorat yiqilga asosan bu yerda yuksak madaniyat yaratgan, otni nafs jabdub miladigan madaniy millat yashagan degan xulosadan chiqqan bo'lsa-mu, bu yerda yashagan oqtanlik qadimiy millat bu zamonga boshqa yerdan ko'chib kelgan Hindi Yevropa qon sistemasidagi millat deb qarab kelgan. Uyg'ur arxeologlar va tarixchilar bu qabrlarning va yodgorliklarning Uyg'urlarga tabiiy ekanligini keskin hukm qilib kelgan. 2020 yilga kelganda bu qabristonlik haqida tadqiqot yapgan g'arb olimlari yangi bayqashlar orqali Turpan Subeshi madaniyatini yaratgan kishilarning bu zamonda muz davridan beri, ya'ni az deganda 20 ming yildan beri yashab kelganligini dalillagan edi. Atalmış xabar to'rining 11 ayning 8 kundagi xabarda bildirilishicha, 11 ayning 7 kuni Urumchi yuqori texnikalik rayoni, ya'ni Yangishahar rayonida Urumchi erkin savdo rayonining yuqori texnikalik iqtidor bo'ligidagi tunji turkumdagi turlarga markazlik imzo qo'yish murosimi o'tkazilgan. Imzo qo'yish murosimida 10 muhim mablag' solish turini 10 hamkorlik pul muomala organi birlikda imzolagan. Yuqori texnikalik iqtidor rayoniga o'rnashgan korxonalarga naq maydonda tijoratga nisbatan tarqatilgan. Egilishi Xitoyning atalmış Şinjan'da erkin savdo rayonining yuqori texnikalik iqtidor rayonida imzolangan tunji turkumdagi muhim mablag' solish turlari elektronlik savdo, yangi energiya, yangi material va aqliy iqtidorlik yasimchilikni o'z ichiga olgan. Xitoy Markaziy xabar to'rining 6 noyabrdagi xabarda deyilishicha, 10 ayning 31 kuni G'arb Osiyo va Shimoliy Afrika davlatlaridan kelgan diniy-zot va axborot vakillari umiki Sharqiy Turkistonning Qashqar, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti va Urumchi qatorliq rayonlarga berib 5 kunlik ziyoratini rasmiy boshlagan. Bu vakillar umiki atalmış Şinjanning bozor, masjid, korxona va boshqa joylarni ziyorat qilib, atalmış Şinjanning ijtimoiy muqimligi, iqtisodiy taraqqiyoti, xalq turmushi, diniy aniqlik va madaniyatning gulinish qatorliq jihatlarda tadqiqot va ziyorat berib, atalmış haqiqiy ahvolni o'rgangan. Vakillar umiki Qashqar shahridagi Yitgoh masjidi va atalmış Şinjan Islom akademiyasini ziyorat qilgan. Hamda aloqador xodimlar bilan diniy tarbiyalash va diniy faoliyatlarni taraqqiy qildirish to'g'risida cho'nqur fikr almashtirgan. Bu vakillar umkining boshlig'i Suriyaning diniy ishlar ministrligining muavin ministri Vasim Mundaq degan. Xitoy hukumati osonlik millatlarning madaniyatini qo'llab qolmay, yana masjidlarning qurilishi va islahatlarni yaxshilashga ko'p mablag' sarfladi va ko'ngil bo'lib, atalmış Şinjanning diniy e'tiqod erkinligi to'liq kafolatga ega qilinibdi. Yaqin yillardan buyon Amerika va boshqa g'arb davlatlaridagi Xitoyga qarshi kuchlar Xitoyning atalmış Şinjanda kishilik huquqni qo'llash to'g'risida yolg'on tashviqotlarni davomli tarqatib, dunyo xalqini aldab keldi. Men ularni atalmış Şinjanga kelib, bu yerdagi ahvollarni o'z ko'zlari bilan ko'rib ketishni tavsiya qilaman. Men bu safar orqali biz tortgan surati va sillarni dunyo xalq ko'rsatib haqiqatni oshkorlayman. Men Jungoni so'yman deganlarni bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.